ishni mazmuni, ish joyini, ishni boshlash va tamomlash vaqtlarini, kerakli xavfsizlik choralarini, brigada tarkibi va ishni xavfsiz amalga oshirish uchun javobgar shaxslarni belgilovchi, ishni xavfsiz bajarish uchun maxsus blankada tuzilgan topshiriq. Bu berilgan ta'rif naryad uchun berilgan ta'rif edi. Xo'p, naryad blanka mana qo'limda turibdi. Xo'p. Imini yuqorida aytib o'tirgan hamma narsamiz mana shu naryad blankasida bor. Ish joylari, ish mazmuni nimadan iboratligi, brigada tarkibi, ishni boshlash va tamomlash vaqtlari hammasi mana shu blankada ko'rsatilgan bo'ladi. Endi naryad ikki nusxada, telefon yoki radiogramma orqali berilganda esa 3 nusxada yoziladi. Telefon yoki radiogramma orqali berilganda naryad beruvchi naryadni bir nusxada, naryadni matnini qabul qiluvchi naryadni ikki nusxada telefon va radiogramma holda qabul qiladi. Qayta tekshirilgandan so'ng naryad beruvchi imzosi o'rniga uning ismi sharifi, familiyasini yozib, naryad yozuvi to'g'riligini o'z imzosi bilan tasdiqlaydi. Ish bajaruvchi bir vaqtning o'zida ishga qo'yuvchi qilib tayinlanganda naryad qanday usulda berilishidan qat'iy nazar ikki nusxada to'ldiriladi va naryadning bir nusxasi naryad beruvchida qoladi. Mahalliy sharoitlarga qarab naryadning bir nusxasi ish joyini tanlashga va ishga qo'yishga ruxsat beruvchida ham qolishi mumkin. Bir ish rahbariga beriladigan naryadlar sonini naryad beruvchi belgilaydi. Ishga qo'yuvchiga, ish bajaruvchiga navbatma-navbat ishlarga qo'yish va ular bo'yicha ish bajarish uchun bir nechta naryad va farmoyishlar berilishi mumkin. Naryadni muddatlari haqida gaplashamiz. Endi hop, naryadni muddati. Naryad ish boshlangan kundan boshlab 15 kalendar kundan ortiq bo'lmagan muddatga berilishi shart. Naryadni muddatini bir marta uzaytirsa bo'ladi. 15 kalendar kundan ko'p bo'lmagan muddatga uzaytirsa bo'ladi. Bir marta 15 kalendar kundan 15 kun emas, 15 kalendar kundan ortiq bo'lmagan muddatga uzaytirishga ruxsat etiladi. Ishdagi tanaffuslar vaqtida naryad o'z kuchini saqlab qoladi. Endi naryad muddatini kim uzaytiradi degan savol ham berilib qoladi ko'pincha. Naryad muddatini uzaytirish qanday amalga oshiriladi desa, naryad muddatini uzaytirish telefon, radio, chopar orqali ishga qo'yuvchiga, ish rahbariga, ish bajaruvchiga berilishi mumkin. Bunday holatda ushbu xodim o'z imzosi bilan naryad muddatini o'zgartirgan xodimni ismi, familiyasini yozib naryadga ko'rsatadi. Naryadlar 30 sutka davomida saqlanadi va shundan so'ng yo'q qilib yuboriladi. Buguncha naryad bo'yicha beradigan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bundan da qiziqarli ma'lumotlarni yetkazib beraman.